Qimmat dodingiz aka. Sizga haqiqiy qimmat uy topib berdim aka. 2,5 sotixli yo'lni bo'yidan, Yormozorda, mana Olmazorda hamma biladi. Olmazorda orqa tomonidan zato gaz suv svetlardan muammosi yo'q. Narxini boshini aytamiz. 58 mingga baholanayotgan uy, 3 xona uy bilan mana shunaqangi remontlari bilan sotuvga qo'yildi. Siz bilan bitta video obzorini ko'rib chiqamiz. Atrofdagi narsalarga e'tibor qilmaymiz. Xonadon egalari yig'ishtirib, chiroyli holatga keltirib beramiz deyishdi. Bu asosiy qurilgan xonadonimizni oldi tarafdan hovli qismisi, hovlisi mana ayvon ko'ryapsizmi aka? Holan bu ayvonni shunday oldiga plastik romlarni qo'yib, bu yerda ham ikkita xona qilib olsangiz bo'ladi. Bu tomoniga mana oshxonangizni olib chiqib olsangiz aka, mana yerda yopib turib, bu yerda oshxona qilib olsangiz, mana bu tomonni supa qilib o'tiradigan joy bo'ladi aka. Holan yopib turib, bu yerda ham bitta xona qilib olsangiz, yana bitta qo'shimcha xona. Xo'p, asosiy mana kirdik, kattash forma qilib solingan uyimiz. Mana yerda qarang, mana chiroyli remontlarni qilib qo'yishgan. Bu xonadonni tepasiga pena quydirganman deyaptilar. Loy bosmasdan pena quydirganman. Ikkinchi etajini ham ko'tarib olsa bo'laveradi. Armaturalarni ham 4 ta emas, 6 ta tashlaganman deyaptilar bu xonadon egalari. Xo'p, asosiy eshidan kirdik, zaldan keyin mana bu yerda oshxona qilingan, bu yerda bitta oshxona qilib olsangiz aka. Shunda mana chiqishimizga mana yerda bitta общийga sanuzel. Remontlar yaxshi, yangi remont. Shuni kelasiz, u yashashni boshlayverasiz. Bunisida yana bitta xonasi, ataplenalari bo'lgan. Gaz suv svetlari, bu yerda aytganimizdek, umuman muammosi yo'q. Hamma sharoitlari bor. Mana ataplenalar hozirgacha qaynaq turibdi. Bunisi yana bitta xona qilsangiz aka, spalni qilsangiz, yonida mana o'zini sanuzeli, bu tashqari tomonda, orqa tomonda kichkinagina hovlichasi. Narxini 58 mingga baholandi aka, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Bu uy narxiga arziydimi yoki yo'q? Hamma remontlari bilan manzilimiz Farg'ona shaharida, bu Yormozorda, katta yo'lni bo'yida, Olmazorni orqasida, yo'li bo'yida. 2,5 sotixli gaz suv svetlari hamma yo'g'i bor aka. Bitta kelib ko'ring aka, sizga yoqadi. Ixcham xonadon.